o'sha bebod trendini olamiz. Shuning uchun makiyajga tutorial olaman. Уже tonaligimni surib bo'ldim, keyin tutorial olish esimga tushib qoldi. Так что mana shu частini qoldirib ketamiz. Если честно, men bitta ham tutorial ko'rmadim, qanaqa qilishganini. Просто videolarini ko'rib, o'sha videosidan nimani tushungan bo'lsam, o'shani qilamiz. Birinchi labim bo'yab olib, bo'lmasa слишком blendni ko'ryapman. Вот так вот. Так, endi основной makiyajimizga qaytsak, как men aytgandek, bu yerda juda ham ko'p kontur bo'ladi. Так что mana shu tunga ko'p kontur suraman. Yuzimni kontur qilib bo'ldim, burnimni ham kontur qilaman. Как обычно, o'zi burnimni yaxshilab kontur qilardim. Так что вот. Buni rastoshovka qo'raman. Oq qalam bilan burnimni uchiga men ko'rgan tutoriallarim почти hammasida темный ko'k makiyaj qilingan ko'ziga, так что я хочу попробовать. O'rtasiga men buni, chetiga men buni qilib ko'raman. Buni o'zi ishlatmaganman bundan oldin. Bunaqa paletkani ko'zimga именно. Так что bilmayman qanaqa chiqadi. Bu yog'iga oq qilmasam bo'lmas ekan. Qo'yib ketdi. Вот, qanaqadir shunaqa chiqadi. Hozir menimcha strelka qilsam, прям norm bo'ladi. O'sha kistочкada chiqazib olib, ustidan menimcha podvodkada qilganim yaxshiroq. Hozir podvodka chizib, bu yoq ko'zimni ham bo'yab, qaytib kelaman. Боже мой. Menga shunaqa непривычно смотреть, qarash, chunki bu meni oddiy kunda qiladigan makiyajimdan ancha boshqacharoq. Birinchidan men ko'k teng surmayman, ikkinchidan men ko'zim tagida mana shunaqa mishochiklar bo'lardi. Ну okey. И yana bitta lifehack. Menimcha hozir labim слишком яркий bo'lib ketyapti. Uni men jigarrenglashtirmoqchiman, но menda jigarreng pomada yo'q. Так что я возьму контур, либо же любой jigarreng под тени и blesk surganman, blesk ustidan suraman. Jigarreng pomada. Va nihoyat makiyajim tayyor. Переходni уже profilda ko'rsanglar bo'ladi. И всё. Hammaga xayr.